Assalomu alaykum. True Crime hikoyalar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga oddiy uy devorlari ortida yillar davomida yashiringan dahshatli voqeani hikoya qilib beraman. Bu voqea Amerikada, Kaliforniyada sodir bo'lgan va butun dunyoni larzaga soldi. Videoni ko'rayotganingizda yuragingizni titratadigan joylar bor. Agar bunga tayyor bo'lmasangiz, ko'rmaslikni tavsiya beraman. Sizdan esa meni qo'llab-quvvatlash uchun yurakcha bosishni, o'z fikringizni esa izohlarda qoldirishni unutmasligingizni so'rab qolaman. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda muhim. Endi voqeaga o'tamiz. Kaliforniyaning sokin ko'chalaridan biri. Tashqarida hali qorong'u, faqatgina fonarlarning xira nuri asfaltni yoritib turadi. Shu sokinlik ichida bir qiz asta-sekin uyning derazasidan sakrab tushdi. Bu 17 yoshli Jordan Terpin edi. Uning qo'llari titrardi. Badanida qo'rquv va sovuq bir-biriga qo'shilib ketgan edi. Qizning qo'lida eski telefon bor edi. U uchun yagona najot va yagona umid edi. Bu telefon allaqachon o'chirib qo'yilgan, lekin 911 raqamiga qo'ng'iroq qilishi mumkinligini u bilardi. Jordan hayotida hech qachon telefon orqali begona odamlar bilan gaplashmagan. Hatto ko'chaga yolg'iz ham chiqqan emas. Ammo hozir unga bitta narsa muhim edi. Singillari va ukalarini, ya'ni 12 nafar aka-ukalarini qutqarish. U yashayotgan joyini u keyinchalik dahshatlar uyi deb ataydi. Nafasni yig'ishtira olmasdan operatorga gapira boshladi. Uning so'zlari bir-biriga to'g'ri kelmasdi, lekin aytganlari dahshatli edi. Help. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay. How did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay. How old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Terpin. Okay. I'm going to connect you to the sheriff's department so that they can help What? you. One moment. Don't hang up. I won't. A second dispatcher picks up. Hello? Oh, yes, I'm still here. Ochlik, ifloslik ota-onaning jazolari. Go'yo bu tushdek edi. Ammo bularning hammasi haqiqat edi. Operator qizning manzilini aniq ayta olmasligidan hayron bo'ldi. Jordan hatto ko'cha nima ekanligini ham bilmasdi. Ularning uyida bunday so'z ishlatilmagan. Shunday bo'lsa-da, operator qizning joylashuvini aniqlab, unga stop yozuvi bo'lgan yo'l belgisini yonida kutishni tayinladi. Jordan shu joyda to'xtadi. U ko'rinishidan juda yosh, 15 yoshli qizdek edi. Yelkalari cho'kkan, qo'llari titrar, ko'zlari esa ham qo'rquv, ham umid bor edi. Bir necha daqiqadan so'ng politsiya mashinasi sekinlik bilan kelib to'xtadi. Bunday qo'ng'iroqlarga o'rganib qolgan politsiyachi avvaliga shubhalandi. Odatda qochib chiqqan o'smirlar muammolarini kattalashtirib gapirardi yoki ota-onasi bilan janjallashgan bo'lardi. Ammo Jordan gapirganida hammasi boshqacha edi. U xo'rlik, ochlik va hatto zanjirlarga bog'langan opa-singillari haqida gapirdi. Bu gaplar go'yo aqldan ozgan inson gapidek tuyulardi. Shunda Jordan eski va buzuq telefonini suratlarini ko'rsatdi. Suratlarda chindan ham bolalar zanjirga bog'langan, tanalarida ko'karish izlari bor edi. Ularning yuzlari rangsiz, ochlikdan va qo'rquvdan jonsizdek edi. Politsiyachi suratlarni ko'rib, bir zumda hammasini tushundi va zudlik bilan yordam chaqirdi. Bu endi oddiy oilaviy janjal emas edi. Bu davom etayotgan jinoyat edi. Shu kundan boshlab Terpin oilasi ishi nomi nafaqat Kaliforniyani, balki butun dunyoni larzaga soldi. Oddiygina uyning devorlari ichida yillar davomida yashiringan zulm ochildi. O'sha tun Jordan jasorat topib derazadan chiqqani,
13 bola uchun yangi hayotning boshlanishi bo'ldi. Politsiya xodimi vaziyatni tushunishga urindi. U Jordanga bir necha savollar berdi. Qiz titrab javob qaytardi. Ularning oilasida jami 13 farzand bor. Ba'zilari allaqachon katta yoshda edi. Ota-onasida qurol bormi degan savolga Jordan aniq bilmasligini aytdi, lekin otasi to'pponcha haqida gapirganini eshitganini qo'shib qo'ydi. Politsiya xodimlari Jordanni mashinaga o'tkazib, uni isitishga urinishdi. Qiz hali ham shokda edi, qo'llari titrardi. Shu paytda yana bir nechta patrul mashinasi, tez yordam va hatto sherif ham chaqirildi. Hamma tayyor edi, chunki qizning gaplariga qaraganda uyda bolalar jiddiy xavf ostida qolgan. Ota-ona esa qurolli bo'lishi mumkin edi. Mashina ichida o'tirgan Jordan ko'zlarini yonib o'chib turgan ko'k va qizil chiroqlardan o'za olmasdi. U hayotida birinchi marta o'zini himoya qiladigan odamlar yonida edi. Ichida faqat bitta o'y aylanardi. Endi men ham, aka-singillarim ham qutuldik. Politsiyachilar Terpinlar uyiga kirganida ularni shok kutdi. Bu joy uydan ko'ra ko'proq qamoqxona edi. Hidi chidab bo'lmas edi. Najas, chirigan hid va mog'or aralashib, ularni birinchi qadamdanoq hushyor tortdi. Devorlar, pol, mebel hammasi qop-qora kir edi. Yotoq deb bo'lmaydigan 2 qavatli temir konstruksiyalar ichida yotgan bolalar hayotdan uzilib qolgan odamlarni eslatardi. Faqat 2 yoshli eng kichik bola sal sog'lom ko'rinardi, lekin kattalarning ahvoli dahshatli edi. Masalan, 29 yoshli Jennifer atiga 37 kilo kelardi. Qolgan bolalarning yoshini ham tashqi ko'rinishidan aniqlash mushkul edi. Chunki ular shu qadar ozib, kuchsizlangan ediki, keyinchalik shifokorlar ularning yoshini tibbiy tekshiruv orqali bilishga majbur bo'lishdi. Oshxona esa odatda oilaning yuragi bo'ladigan joy. Bu yer tashlandiq ko'rinishda edi. Stol ustida axlat va qoldiqlar yotar. Muzlatgich esa deyarli bo'm-bo'sh edi. Eng dahshatli manzara esa yotoqxonada ochildi. Bir nechta bola zanjir bilan yotoqqa bog'langan edi. Ularning tanalarida ko'karishlar va jarohat izlari ko'rinib turardi. Politsiya xodimlari ularni ko'rib, hayratdan qotib qolishdi. Keyinchalik aniq bo'ldiki, Terpin oilasida jazolash odatiy hol edi. David va Luiza politsiya ularning uyiga bostirib kirganida hayron bo'lishdi. Bu bizning tarbiyalashimizning bir qismi, deya o'zlarini oqlashga urinishdi. Ammo politsiyachilar uchun bu gaplarning qadri yo'q edi. Oldilarida tirik guvohlar, qiynalgan, azoblangan bolalar turardi. Ota-onani darhol qo'lga olishdi. Ular zo'ravonlik, qiynoq va noqonuniy qamab turish kabi ko'plab jinoyatlarda ayblanishdi. Bolalar esa tezda ozod qilinib, shifoxonaga olib borildi. Uy ichidan bolalarni ko'tarib chiqqan politsiya xodimlari keyinroq jurnalistlarga shunday deyishdi: "Biz bunaqasini hech qachon ko'rmagan edik." Ba'zilari ko'z yoshini zo'rg'a tiyib turganini ham tan olishdi. Bu uy haqiqiy qamoqxona edi. Eng qo'rqinchlisi esa bolalarning yuzidagi ifoda edi. Ular ozodlik nima ekanligini tushunmayotgandek ko'rinar edi. Shu tun Terpin bolalari uchun yillar davom etgan azoblarning oxiri va ozodlik sari og'ir, ammo yangi hayotning boshlanishi bo'ldi. Keyinroq ijtimoiy xizmat vakillari ishni tergov qila boshlaganida, oilaning qanday qilib shunday fojiali ahvolga kelib qolganligiga oid ko'plab tafsilotlar yuzaga chiqdi. David va Luiza bir-birini maktab yillarida kichik bir shaharchada tanishgan. David Luizadan 7 yosh katta edi. Ularning munosabatlari Luiza hali o'smir qiz bo'lganida boshlangan. Luiza juda qat'iy diniy oilada ulg'aygan. U yerda har qanday itoatsizlik yoki ota-onaning gapiga shubha qilish og'ir gunoh hisoblanardi. David esa sokin, ko'pchilikdan ajralib yuradigan, kompyuter va tabiiy fanlarga qiziqadigan yigit edi. Ularning birlashuvi go'yoki taqdir tomonidan yozilgandek tuyulardi. Ular diniy qarashlarini hayotlarining asosiga aylantirishdi. Luiza 16 yoshga yetganida ular turmush qurishga qaror qilishdi. To'y yashirincha o'tdi, chunki qizning ota-onasi buni ma'qullamagan edi. Uning otasi chuqur diniy qarashlarga ega odam, qattiq norozilik bildirdi, lekin keyinchalik shart qo'ydi. Cherkovda yana bir marotaba rasmiy marosim o'tkazishingiz kerak. Shundan keyin ularning nikohi tan olindi. Shu vaqtdan boshlab David va Luiza yangi hayot boshlashdi. Ular boshidanoq qaror qilishdi: hech qanday kontratsepsiyadan foydalanmaymiz. Ularning fikricha, Xudo qancha bola bersa, shuncha tug'iladi. Shunday qilib nikohdan 1 yil o'tmay ilk farzand tug'ildi. Keyin esa biri ortidan boshqalari tug'ila boshladi. 90-yillarning o'rtalariga kelib, oilada 4 nafar bola bor edi. O'sha kezlarda ular nisbatan oddiy hayot kechirardi.
Ammo vaqt o'tgan sari Luiza tobora o'zining Xudoga xizmat haqidagi tasavvurlariga sho'ng'ib ketdi. U qarindoshlariga tez-tez mening vazifam farzandlarimni to'g'ri tarbiyalash deb gapirardi. David uni har doim qo'llab-quvvatlardi. U muhandis bo'lib ishlardi va oilani moddiy tomondan ta'minlashga urinardi. Lekin tanishlari va qarindoshlari sezishardi. Bu oila o'zini hammadan ajratib qo'ygan, bolalarini qanday tarbiyalayotgani haqida hech kimga gapirishmasdi. 2010-yilga kelib oilada 13 nafar farzand bor edi. Atrofdagilar uchun ular shunchaki ko'p bolali, lekin biroz yopiq oila bo'lib ko'rinardi. Ammo sevgi va mehr o'rniga ota-ona farzandlarini tobora ko'proq izolyatsiyaga mahkum qila boshladi. Luiza g'alati odatga berildi. U doimiy ravishda kiyim-kechak va o'yinchoqlar xarid qilardi. Hech qachon ochilmagan holda xonaga uyib tashlanardi. Psixologlarning fikricha, bu uning ichki bo'shliqlarini to'ldirish, amalga oshmagan orzularini qoplash istagi bo'lishi mumkin. David esa tobora qat'iy nazoratga berildi. U oilaning butun hayotini o'zi belgilab, qattiq qoidalar o'rnatardi. Bu qoidalar qamoqxona tartibiga o'xshardi. Uning so'zi qonun edi. Bolalarga ovqat faqat bir mahal berilardi. U ham juda kam miqdorda. Bir burda non, ustiga yer yong'oq moyi yoki kichkina muzlatilgan yarim fabrikat. Suv ham qat'iy me'yorda berilardi. Hatto har bir tomchi hisoblanardi. Ochlik ular uchun oddiy hol bo'lib qolgan edi. Stol ustidan yashirincha biron narsa olishga uringan bola esa og'ir jazoga tortilardi. Shaxsiy gigiyena deyarli yo'q edi. Yuvinish faqat ota-onaning ruxsati bilan, u ham juda kam hollarda, ba'zida yiliga bir marotaba ruxsat etilardi. Bolalarga faqat qo'llarini yuvishga izn berilardi. Ularning tanalari kirlikdan yaralarga to'lib ketardi. O'zicha yuvinishga uringan bola esa darhol jazolanardi. Jazolar muntazam va shafqatsiz edi. Ovozni balandlatish, qo'shimcha ovqat so'rash, hatto noto'g'ri qarash ham bolani kamar bilan urishga yoki yotoqqa zanjir bilan bog'lab qo'yishga sabab bo'lardi. David va Luiza bunday usullarni Bibliya bilan asoslardi. Qattiqqo'llik bu sevgi belgisi. Ota-onaga so'zsiz bo'ysunish esa Xudoning amri deb ta'kidlashardi. Bolalarning kunlari quvonchdan butunlay xoli edi. Ular kunduzi uxlab, tunlari ota-onasining topshiriqlarini bajarishardi. Bu hammasi bir sabab bilan qilinar edi. Qo'shnilarning ko'ziga tushmaslik uchun. Uyning ichida o'yin o'ynash, kulish yoki keraksiz gapirish qat'iyan man qilingan edi. Agar kimdir bu qoidani buzsa, doimgidek darhol jazo berilardi. Uy shunchalik iflos va tartibsiz ediki, bu ham bolalarning ruhini yanada ezardi. Har tarafda axlat yotar, devorlar mog'or bilan qoplangan. Havoda esa doimiy chirkin hid, najas va ifloslik hidi taralib turardi. Bolalarga hojatxonadan foydalanish ham man qilingan edi. Uyga kamdan kam tashrif buyuradigan odamlar, masalan ta'mirlash ustalari kelganda, bolalarni yashirib qo'yishardi. Ota-ona esa uydagi tartibsizlikni qandaydir tarzda berkitishga urinardi. Ammo eng og'ir zarba bu jismoniy qiynoqlar emas, balki ruhiy zo'ravonlik edi. Bolalar tashqaridagi hayot qanday bo'lishini bilmasdan ulg'ayishardi. Ularning ongiga singdirilgan gap bitta edi. Uydan tashqarida ulardan ham yomoni kutmoqda. Hech kim ularni qabul qilmaydi. David va Luiza bolalarga bizning oilamiz Xudo tomonidan tanlangan deb qayta-qayta takrorlashar. Har qanday shubhani og'ir gunoh deb ko'rsatishardi. Qarindoshlar ayrim g'alati hollarni payqashgan edi. Luizaning opalari eslashlaricha, birinchi farzandlari tug'ilgandan keyin u juda asabiy bo'lib qolgan, lekin buni jiddiy signal deb qabul qilishmagan. Keyinroq esa bolalar qarindoshlar davrasida umuman ko'rinmay qo'ygandi. Terpillar buni uyda o'qitish bilan izohlashgan. Qo'shnilar ham g'alati narsalarga guvoh bo'lishganini keyinchalik eslashgan. Ular Texasdagi eski uyda yashashgan paytlari bolalar deyarli ko'chaga chiqishmasdi. Ba'zida eshik oldida ko'ringan bolalar juda ozg'in va rangsiz ko'rinardi. Hatto ayrim qo'shnilar derazadan zanjirlarni ko'rganini keyinchalik aytib berishdi. Lekin o'shanda hech kim politsiyaga xabar qilmagan. Bu oila ichki ishi deb aralashmaslikni afzal ko'rishgan edi. Vaqt o'tgan sari qarzlar, bankdan kreditlar va doimiy ko'chishlar ularni yanada izolyatsiyaga olib bordi. Kaliforniyaga ko'chib kelgan payt kelib, bolalar boshqa hayot qanday bo'lishini deyarli unutib qo'yishgan edi. Bunday sharoitda ulg'aygan bolalar mustaqillikka erisha olishmadi.
Masalan, ayrimlari 25 yoshga kirganida ham ko'chadan qanday o'tishni yoki bankomat nimaligini bilishmasdi. Ko'pchilik esa hatto o'qishni va yozishni ham o'rganmagan edi. Psixologlarning keyinchalik aytishicha, doimiy ochlik, ifloslik va jismoniy jazolar bu fojianing faqat bir tomoni edi. Bolalarga yetkazilgan ruhiy zarba beqiyos edi. Ularga mana shunday yashash kerak, bu Xudoning irodasi deb uqtirilgan. Bir tasavvur qiling, odam baland ovozda gapirishdan, keraksiz qadam tashlashdan yoki hatto oddiygina aksi urishdan ham qo'rqadi. Mana shunday muhitda Jordanning ko'nglida u bir kuni albatta bu uydan qochishni orzu qildi. Ammo ota-onasidan ko'radigan jazo, qo'rqinchli oqibatlar tufayli bunga jur'at eta olmasdi. Lekin bir kun burilish muqarrar edi. Jordan ota-onasining gapini tasodifan eshitib qoldi. David va Luiza boshqa shtatga ko'chib ketish haqida rejalar tuzayotgan edi. Lekin bu oddiy ko'chish emasdi. Ular nazoratni yanada kuchaytirish, bolalarni butunlay bo'ysundirib qo'yish haqida gaplashishardi. Hammasini zanjirband qilamiz degan so'zlar Jordan uchun go'yo hukmdek yangradi. U ichida bir qarorga keldi. Vaqt yo'q. Agar hozir qochmasa, keyin hech qachon imkon bo'lmaydi. Jordan asta-sekin qochishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. U ota-onasi tashlab yubormoqchi bo'lgan eski telefonni yashirib qo'ydi. Shu kichkina oyna orqali u birinchi marta boshqa hayotni ko'rdi. Odamlar erkin yashar, bir-biri bilan gaplashar, kulishar, o'qishar edi. Shunda u ota-onasining gaplari yolg'on ekanini anglab yetdi. 2018-yilning o'sha sovuq qishi Jordan uchun unutilmas edi. Uning rejasi oddiy edi. Ota-onasi uxlaganida derazadan chiqib ketish, biroq qo'rquv kuchliroq bo'ldi. Lekin Jordan davom etdi. U orqaga qaytmaslikka qaror qildi. David va Luizani qo'lga olishgach, uzoq davom etgan sud jarayoni boshlandi. Bu nafaqat jamoatchilikni larzaga soldi, balki uy ichida nimalar bo'lganini, naqadar dahshatli ekanini ham ochib berdi. Sudda ota-onaning qilmishlari na diniy e'tiqod, na ruhiy muammolar bilan oqlab bo'lmasligi ayon bo'ldi. Bu tizimli, yillar davom etgan qiynoq edi. Sud zaliga olib kelingan David Luizaga qarab odamlarning ko'ngli g'ash edi. Ularning yuzida pushaymonlikning asari ham yo'q edi. Luiza ba'zan yig'lab qo'yar, go'yoki achinish uyg'otmoqchi bo'lardi. David esa yopiq edi, befarq ko'rinardi. Ular bolalarni tashqi dunyodan himoya qilmoqchi bo'lganligini gapirishdi. Lekin bu gaplar hech kimga ishonarli tuyulmadi. Sudda taqdim etilgan suratlar esa hammasini ko'rsatib turardi. Ozib-to'zib ketgan bolalar, iflos xonalar, zanjirlangan kravatlar. Eng og'iri esa bolalarning o'z so'zlari edi. Kim gapira olsa, ochlik, jazolar, bolalikning yo'qligi haqida aytib berdi. Kichikroq farzandlar esa gapirishni ham yaxshi bilishmasdi. Tuyg'ularini ifodalashi qiyin edi. Ularning ko'zlaridagi qo'rquv hali ham ota-onasidan qolgan edi. Bu ish butun dunyoga shov-shuv bo'ldi. Qanday qilib yillar davomida bunday dahshat yashirinib kelgan degan savol ko'plarni o'ylantirdi. Qo'shnilar ham, qarindoshlar ham ayrim g'alati belgilarni ko'rganini tan olishdi, ammo e'tibor bermagan edilar. Sud jarayoni oylar davom etdi. Fotosuratlar, videolar, bolalarning guvohliklari, bularning barchasi bir narsani tasdiqlardi. Ota-ona ongli ravishda yillar davomida bolalarni qiynab kelgan. Himoya taraf David va Luizani yo'ldan adashgan, ruhiy muammolarga chalingan deb ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo jamoatchilikning g'azabi shunchalik kuchli ediki, bu yordam bermadi. Natijada sud ularni umrbod qamoqqa hukm qildi. Faqat 25 yildan keyin shartli ozodlikka chiqish imkoniyati qoldirildi. Lekin ko'pchilik mutaxassislarning fikricha, ular hech qachon ozodlikka chiqmaydi. Sudya hukmni o'qir ekan, bu ishni bolalarga nisbatan zo'ravonlikning cho'qqisi deb atadi. Hukm o'qilgan kuni odamlar yengil tortib qo'ydi. Go'yoki adolat qaror topgandek edi. Ammo bolalar uchun bu faqatgina birinchi qadam edi. Oldinda ularni uzoq va og'ir tiklanish yo'li kutardi. Ular ozodlikka chiqqach, qo'rqinchli narsani tushunishdi. Erkinlikning o'zi ham ularni cho'chitardi. Shifokorlar, psixologlar va ijtimoiy xodimlar darrov bildiki, bu bolalarga oddiy yordam yetarli emas. Ularga hayotning eng sodda narsalarini qaytadan o'rgatish kerak edi. Ko'pchiligi og'ir ochlik oqibatida distrofiyaga uchragan, immunitetlari zaiflashgan, teri kasalliklariga chalingan edi. Ba'zilarida ichki a'zolarda ham surunkali kasalliklar rivojlangan. Ammo eng qiyin yaralar ruhiy jarohatlar edi. Ularning aksariyati odamga ishonishni bilmas, ko'zlariga qarashdan ham qo'rqishardi. Oddiy ovqat yeyishni, qoshiq likob ishlatishni, hammomdan foydalanishni ham bilishmas edi. Ular endi o'rganayotgan edilar. Katta farzandlardan ba'zilari ilk bor o'qish va yozishni o'rganar, kichiklari esa oddiy bolalar o'yinchoqlariga ko'nikishga harakat qilardi.
Eng katta qiyinchilik esa kattalarga to'g'ri keldi. Ularning yoshi allaqachon 18 dan ortgan bo'lsa-da, ijtimoiy va ruhiy jihatdan ular hali ham o'smir darajasida edi. Ular mustaqil qaror qabul qila olmas, ko'chaga chiqishdan, begonalar bilan gaplashishdan qo'rqishardi. Ayrimlarga hatto bolalikda o'rganishi kerak bo'lgan oddiy narsalarni qayta o'rganishga to'g'ri keldi. Oziq-ovqat sotib olish, shaharda yo'l topish, odamlar bilan munosabat qilish. Uy-joy masalasi ham oson bo'lmadi. Kichik farzandlar asrab oluvchi oilalarga joylashtirildi. U yerda ularga sog'liqni tiklash va yo'qotilgan imkoniyatlarni qaytarishga yordam berishdi. Katta farzandlar asta-sekin mustaqil hayot boshlashdi. Ba'zilari kollejga kirib ta'lim oldi va kasb egalladi. Vaqt o'tgan sayin ular o'zlarining qora o'tmishlaridan chiqib, erkin hayotga odatlanishdi. Xayriya tashkilotlari va oddiy odamlar davolanish, ta'lim va uy-joy uchun pul yig'ishdi. Bolalarning o'zlari esa birinchi marta erkinlikni his qilishdi. Endi ular bog'da sayr qilishni, musiqa tinglashni, nonushta uchun nimani tanlashni o'zi hal qilish mumkinligini bilishdi. Hatto hayotning eng oddiy zavqlari ular uchun katta baxt bo'lib tuyulardi. Terpilar uyi haqidagi tafsilotlar ochilgach, butun jamiyat hayratga tushdi. Riverson okrugida joylashgan o'sha uy haqidagi xabarlar momaqaldiroqdek tarqaldi. Odamlar o'zining osoyishta hududida bunday dahshat sodir bo'lishiga ishonishmasdi. Ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklarda bu voqea yashin tezligida tarqaldi. Ko'pchilik o'ziga savol berdi. Qanday qilib biz yonimizda bolalar azob chekayotganini ko'rib ham e'tibor bermadik? Bu voqea shunchaki bolalarga nisbatan zo'ravonlik haqidagi eng mashhur ish emas edi. Bu befarqlikka qarshi kurashning ramziga aylandi. Ma'lum bo'ldiki, Terpin oilasi bolalarni uyda o'tirish ro'yxatida turgan, ammo hech kim ularning sharoitini tekshirmagan. Bu ish qonunlarni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ldi. Endilikda bunday oilalar ustidan nazorat kuchaytiriladi. Uy sharoitlari va bolalarning haqiqiy holati qat'iyroq tekshiriladigan bo'ldi. Ammo bu voqea faqat tizimdagi kamchiliklar haqida emasdi. Bu bir insonning kuchi haqida ham edi. 17 yoshli Jordan hayot davomida faqat qo'rquvni bilgan qiz jasorat topib bu yovuz davrani buzishga qaror qildi. Uning qadamidan nafaqat ukalari va singillari, balki minglab bolalarning hayoti o'zgardi. Yonimizda sodir bo'layotgan narsalarga befarq bo'lish mumkin emas. Ba'zida birgina qo'ng'iroq, birgina qadam kimningdir hayotini qutqarishi mumkin. Azizlarim, bu dahshatli hikoya yakuniga yetdi. Jordan va uning opa-singillari qutulib chiqqan bo'lsa-da, ularning hayoti biz uchun katta saboq bo'lib qoladi. Ba'zida birgina jasoratli qadam butun taqdirni o'zgartirishi mumkin. Agar ushbu voqea sizni ham hayratga solgan bo'lsa, yurakcha bosib qo'ying va fikringizni izohlarda qoldiring. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz kanalimizni yanada kuchliroq qiladi. Obuna bo'lishni ham unutmang. Oldinda esa sizlarni Hindistondan bo'lgan voqea kutmoqda. Bir yosh oilaning asal oyida bo'lgan qotillik haqida hikoya qilaman. Endi esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' va omon bo'ling.